Всем привет hammaga. Sizlar bilan bugun Julien va San Sebastianni tayyorlaymiz. eshitishim bo'yicha haydovchi San Sebastianlar qirolichasi ekan. Shuni sinab ko'rish uchun keldim. Birinchi bo'lib Julien tayyorlashdan boshlaymiz. Mangribini to'rab oldim. Men tavuqni Qozonga yog' solib tovuqlarimizni qovurib olamiz. har xil ziravorlar bilan maza qilib to'yintiramiz. Hozir tovuq bilan grillarimiz qovurilyapti. Endi ketidan hozir qaymoq qilib olaman. Muz xamirlarimizni to'rtburchak qilib kesib yoyib olamiz va Julienni o'zini idishiga shunaqa qilib o'rab olamiz. Keyin buni Feruzaga bersa, tuxum surib kunjutlar bilan bezat beradi. Endi duxovkaga 15 minutga jo'natamiz. Endi sirchorkadan chiqazib, Pomidor cherini chiroyli qilib to'g'rayveramiz. Ularimizni xamirimizni ichiga shunaqa qilib solib chiqamiz. Ichiga sir qo'shib eritib olamiz. Bizning Julienlarimiz tayyor. Endi navbat San Sebastianga labnani ochib solamiz. endi mikserlab olamiz. Ichiga 6 ta tuxum va 1,5 pela shakar solib olamiz. Qolipimizga shunaqa qilib solib olamiz. Duxovkaga nejni qo'llarim bilan solganim uchun shunaqa shirin bo'lib chiqadi hali. Bir yoq tomoni qizardi, ikkinchi tomonni olamiz. Klubniklarimizni yuvib olamiz. O'zimizni ham xafa qilmasdan mazza qilib o'ynab oldik ekanmiz. So'ngra shokoladlarimizni ham eritib, San Sebastianlarimizni kesishni boshladik. San Sebastianlarimiz shunaqangi Chunki men qildim, chunki men chiroyli qildim. chiqdi. Chunki men Aslida qildim. men qilganman. Yo'q, men Protsessi qilganman. ko'rasizlar videoda ham menman. Qarang. Слишком нежные. Yana shunaqa videolar olishimizni xohlasanglar, Kommentariyada yozib qoldiring.